kalimatu roddil kufri, kalimai roddil kufr, kufrni rad etish kalimasi. Allohumma inni a'udhu bika min an ushrika bika shay'a wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu innaka anta allamul ghuyub. Ey Alloh, sendan o'zim bilib turib biror narsani senga sherik qilib qo'yishimdan panoh so'rayman. Bilmagan narsalarimdan esa meni kechirishingni so'rayman. Albatta sen barcha narsalarni bilguvchi zotsan. Izoh. Shirk lug'atda sherik qilish ma'nosini anglatadi. Istilohda esa Alloh taoloning zotida, yo sifatlarida, yo fe'llarida, yo ismlarida, yo hukmlarida u zotga o'zgani teng qilish, shirk keltirish deyiladi. Shirkning katta va kichik turlari bor. Mazkur kufrni rad etish kalimasini ixlos bilan takrorlab yurgan mo'min kishiga katta va kichik shirklardan xalos bo'lish va'dasi berilgan. Kalimatul istig'fari, kalimai istig'for, mag'firat so'rash kalimasi. Astaghfirulloha, astaghfirulloha, astaghfirulloha ta'ala min kulli zambin aznabtuhu amdan aw khata'an, sirran aw alaniyatan, wa atubu ilayhi min az-zambi alladhi a'lamu wa min az-zambi alladhi la a'lamu innaka anta allamul ghuyub. Allohdan mag'firat so'rayman. Allohdan mag'firat so'rayman. Alloh taolodan barcha qasddan qilgan gunohlarimni ham yoki bilmasdan qilib qo'ygan yashirin va oshkora gunohlarimni ham kechirishini so'rayman. Unga biladigan gunohlarimdan ham, bilmaydigan gunohlarimdan ham tavba qilaman. Ey Allohim, albatta sen barcha g'ayblarni bilguvchi zotsan. Izoh. Ixlos bilan astaghfirulloh deyish Allohdan mag'firat so'rash hisoblanadi. Ammo ba'zi ulamolar mazkur kalimalarni ham qo'shib aytishni afzalroq sanaganlar. Kalimatut tamjid, kalimai tamjid, ulug'lash kalimasi. Subhanallohi walhamdulillahi wa la ilaha illalloh wallohu akbar. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ma sha'a Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Al-imanu iqrarun bil lisan wa tasdiqun bil qalb bima jaa bihi min indillahi Muhammadur Rasululloh sallallohu alayhi va sallam. Allohni poklab yod etaman. Hamd sano Allohgadir. Allohdan boshqa iloh yo'qdir. Alloh buyukdir. Kuch ham, quvvat ham oliy va ulug' bo'lgan Alloh yordami bilandir. Alloh taoloning xohlagani bo'lgan, xohlamagani bo'lmagan. Iymon Muhammad sallallohu alayhi va sallam Alloh taoloning huzuridan keltirgan narsani til bilan ifodalash va qalb bilan tasdiqlashdir. Izoh. Masiyatdan saqlanish ham, ibodat qilish ham Alloh taoloning yordami bilan amalga oshadi. Qalban ishonish tasdiqlash deyiladi. Qalbiy ishonch bandalarga yashirin bo'lgani sababli unga dalolat qiladigan biror alomat lozim bo'ladi. Shunga ko'ra, dunyoda mo'min hisoblanish uchun qalbiy tasdiqni til bilan ifodalash shart qilib qo'yilgan.